Bugün sizlarga yisivilekning yangichish usulini o'rgatib qo'yamiz. Aldı bilan yisivilekni tuvandagidek kesib tayyorlab olamiz. Suvda qaynatib elib olamiz. Samsaq, piyoz ko'ki, laza, kavauchin, oq kunjut, ustiga chuchigan moyni qo'yamiz. Andin tuz, jijing, oq shakar, shingchov, ochiq suv quyib tez aralashtiramiz. Tayyorlab olgan qiyamni yisivilekning ustiga qo'yib tez aralashtirib iste'mol qilsaqla bo'ladi. Kalı go'shi soğuqsi. Go'shga tuz, lavchu, kraxmal, lavju qo'shib aralashtirib 10 minut tamlandiramiz. Qaynagan suvga go'shni selib 1 minut qaynatib suzib olamiz. Qachiga samsaq, uvoq laza, kunjut selib maydan o'tkazib olamiz. Shingchu, puraqliq ochiq suv, xavyu, shakar selib go'shga quyib oxirida ko'k qizil laza, yumg'oq selib aralashtirsangiz bo'ladi. Bugün sizlerge açık toğu göş qo'rmisi, ya'ni lazca yetişini o'rgatamiz. Avval to'g'ri go'shini ushaq chasi shaklida to'g'rab olib, ustiga zanjabil, tuz, kavauchin uni jangyu qo'yib tekshi aralashtirib 20 minut tamlantiramiz. Qozonga chiqroq yog' qo'yib to'g'ri go'shini sarg'ayg'icha qovurib elib olamiz. Andin az miqdorda yog' qo'yib, kavauchin, so'ng piyoz, samsaq, zanjabil, ochiq qizil lazini qovurib, ustiga to'g'ri go'shini tuz, şeker ve kök lazını silip qo'rib, kunjut sepib aralashtirib etib, ilib iste'mol qilsak bo'ladi. Bugun oldingizmi? Saqlab ilib sinab beqing. Bugün sizlarga to'q go'shning yangichish usulini o'rgatib qo'yamiz. Aldı bilan to'q go'shni sovuq suv silib, ustiga zanjabil, lavju silib 10 minut qaynatib elib olamiz. Sovuq suvda choy qo'yib, tuvandagidek parchalab tayyorlab olamiz. Ustiga tuz, oq shakar, shingchov, ochiq suv, lazmiyi, samsaq, ushaq laza, piyoz, yumg'oq silib tekis aralashtirib iste'mol qilsak bo'ladi.